Assalomu alaykum, notebook markazi kuzatuvchilari. Bugun bizga yangi partiya notebooklarimiz keldi. Narxlarini aytsanizlar 950 ming so'mdan 400 dollargacha bo'lgan eng premium notebooklar sizlar uchun olib keldik. Bunday bo'lsa boshladik. Hop, birinchi notebookimiz Acer brendidan bo'ladi. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi holatda. Hop, ekranlari 15:6, klaviaturada kirillcha 6 alfabetlari bor. Core i3 protsessor. 4 GB yozuv, 128 GB SSD xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Narxini sizlar uchun atiga 950 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, kompyuter sohasiga endi kirib kelayotganlar uchun yoki o'qishga, ishga, til o'rgangani, darslar o'rgangani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bundan ham hamyonbop hamda sifatli notebooklar o'tkazib yubormaslik uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib olsanglar, bizga keyingi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. Keyingi notebookimiz ham Acer modelidan bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. Hop. Zaryadi bor ekan, hozir yonayapti. Ekranlari buni ham 15:6 bo'ladi. AMD A6 protsessor, 4 GB yozuv, 500 GB xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Ma'lumotlaringizni bemalol to'plab yursanglar bo'laveradi. Xo'p, til o'rgangani, darslik o'rgangani, kompyuterga endi kirib kelayotgan obunachilarimiz uchun bemalol ishlaveradi. Zaryadlari ham o'sha yerda. Bu notebookimiz narxini sizlar uchun 1 100 000 so'mga qilib beramiz. Bunaqa arzon va sifatli notebooklar birinchi bizning Telegram kanalimizga joylanadi, keyin Instagram, YouTube'ga joylanadi. Shuning uchun yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lish uchun pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar yoki Telegram kanalimizga obuna bo'lib olsanglar bo'ladi. Ekranlari ham tiniq holatda, o'zingizlar ekraniga baho berib qo'yasizlar. Zaryadlari o'rtacha 1 soatdan 3 soat, 3,5 soatgacha yetadi. Bizning manzilimiz Andijonda joylashgan, lekin sizlar boshqa vohadan yoki vodiydan yoki boshqa viloyatdan bo'lsanglar ham bu muammo emas. Andijondan Qoraqalpog'istongacha, ya'ni O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul bo'ladi. Oldinda 50 ming so'm zakat tashib berasizlar, biz notebookni chiqarib yuboramiz. Yetib borgandan keyin ko'rib, tekshirib, qolgan pulini bersanglar bo'laveradi. Har bir notebookimizga 1 oylik servisni kafolat beriladi. 1 oy ichida bironta muammosi chiqib qolsa bepul ta'minlab beramiz. Agar to'g'rilanmasa boshqa notebookga alishtirib beramiz. Sotuvga qo'yilishdan avval hamma notebooklarimiz polniy tekshiruvdan o'tib, test qilinib, keyin sotuvga joylanadi. Xudo xolasa hech qanaqa muammolar chiqmaydi servis bo'yicha, boshqa bo'yicha. Hop, keyingi notebookimiz premium klass notebooklari turkumiga kiradi. Lenovo ThinkPad modeli, holatini ko'rsanglar bo'ladi, tiniq holatda. Bu notebookimiz Amerikadan kelyapti. Hop, ekranlari 14 li, eng qizig'i ekranlari ham sensor bo'ladi. Bemalol qo'lda ham boshqarsanglar bo'laveradi. Hop, parametrlari Core i5 1135G7 protsessor, 16 GB yozuv, 256 GB SSD Pro versiya. Klaviaturasi yonadi, korpusi metal, отпечаткasi bor. Zaryadkalari ham Type-C bo'ladi. Bu notebookimizni faqat sizlar uchun atiga 255 dollar qilib beramiz. Dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya, hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga va juda ko'plab dasturlash sohalariga ishlatsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Yana ham to'liqroq ma'lumot Telegram kanalimizda joylangan. Keyingi notebookimiz Gateway modeli bo'ladi. Gateway modeli bilasizlar, faqat Amerikani o'zi uchun chiqqan model bo'ladi. Holatlari taniq holatda. Core i7 1255U protsessor, ya'ni 12-pokoleniya bo'ladi. Bular zaryadi 8 soatdan 12 soat, 14 soatgacha mo'ljallangan bo'ladi. Ekranlari ham sensor. Bemalol qo'lni ham boshqaraverasizlar. Ekran tanaligiga alohida o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Core i7 12-pokoleniya, 8 GB yozuv, 512 GB SSD, zaryadkalari Type-C, tepa korpuslari metal bo'ladi, отпечаткasi ham bor ekan. Xo'p, Core i7 12-pokoleniya notebookimiz narxini sizlar uchun atiga 265 dollar qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Xo'p,
Keyingi notebooklarimiz MSI variantidan bo'ladi. Hozir asl ko'pchilik ixcham, ya'ni ultrabookga qiziqqanligi uchun bugungi videomizda ko'proq ixcham notebooklarimizni joylayapmiz. Bu notebookimizdan holatlari holatda korpuslari metal bo'ladi. Klaviaturasi yonadi, klaviaturada kirillcha lotincha alfabetlari bor. Ixcham zo'r model ekan, o'zimga ham yoqib qoldi. Hop, Core i3 11-pokoleniya bo'ladi. 8 GB AZU, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. AZU SSDlarni xohlagandagi kuchaytirib tayyorlab ham berilaveradi. Bu notebookimizni dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Bu notebookimiz narxini sizlar uchun atigi $235 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlariga dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, bizda notebook assortimenti juda keng. Hammasini YouTube'ga yoki Telegramga joylashib ulgurmayapmiz. Shuning uchun o'zingizlarga kerak bo'lgan yoki o'zingizlar sohalarga ishlatadigan notebookni pastdagi nomerlarga telefon qilib, biz manaqa sohada ishlaymiz, qanaqa notebook tavsiya qilasiz desanglar, biz o'zimizdagi yaxshi ishonchli mahsulotlarni sizlarga holatlarni video qilib rasmga olib tashlaymiz. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, dastlabki qilib chiqarib yuboramiz. Yoki Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, bizga barcha yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. O'zingizlar qiziqtirgan savollar yoki takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda savollaringizga javob berib ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan men Diyorbek, notebook markazi bo'ldi.